Mana tushing, singlim, meni tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'lamidingiz? Aka nima bo'pti? Men taniyapsizmi? Men Kamila Lo'la blogerman. Men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda Open budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Hozir telefon qilishim yoraman, akalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, o'zi 1 minut hal qilib yuboraman, akam. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'la bloger. Yugur, ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovul o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Tur olib kel. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Voy Lola pipimidi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim Open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, voy tushmayapti pulingiz. Nimaga tushadi ovoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Akalarimga aytyapman, tushyapti. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida gelik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Holland bilan Gvardiola kelayotganmiz. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi inshaalloh bor, dam soldirib kelaman. O universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda ma'lumlar Hikmatoy ma'lum dars bermaydimi ishlar? Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarchalar. Hozir men Termizdaman. Sen manaqaga? Sen kim eding sen? Papilomanmi, kim eding? Akam Kamila Lo'laman. Qani mana 20 mingga ber baqa. Уже перебор, jonga tegyapsiz, akam. Bizani ham aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, akam. Menga qara, menga seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin. Oy, basharangga nima so'rayapsan? Adzaga so'rayman. Bahor quyoshi yomon-da. Yuzingga narsa toshirib yuboradi, kasal qiladi. Bizning basharamiz eshak terisidan ekanda unda. Mani immunitetim pastku, tez kasal bo'laman. Nima kanseraman qaratib yoqding? Atay qilding, ha, jo'ra, atay qilding. Bilarding-ku immunitetim pastligini. Nimaga buncha dorisan-ku? Mana jigarimga, mana buyragimga, mana buyog'im pishishiga, ya anularga, shuncha dori olib yuraman-da, immunitetim pastku. Ha, nima chaqirding? Shu issiqda chopon bilan shapka kiyib olganmisan? Necha shapkaga? Shapkamga o'zi tegma kasal bo'lsam, hozir cho'milib chiqqanda mening gutbalayman. Boshlandi. Bir narsa bo'lsa, menga sen javob berasan. O'zi nozikkina bo'lsam. Ona? Ha, bo'lam. Meni o'ldirmoqchimisizlar? Kim oynani ochdi, siklashda belim og'riydi-yu, ona? Voy, men ahmoq ochib qo'yibman-ku. O'z ona bolasini kasal qiladimi? Uzr, bolam, uzr. Ha, malades. Asharga kelib zo'r qildinglar. Ana o'rtoqlar nimaga ishlamay? To'ra ana biton olib kelib yoqqa. Amanki menga og'ir ko'tarish mumkin emas. Gemoroyim bor, gepatitim bor, tuberkulozim bor. Oting nima shami? Ismim Nozim, lekin hamma erkaklar meni nozik deyshadi. Haqiqatan hamchi nozik bola ekansan sen. Bu kelishingda ertaga qanday o'ylab boqasan sen, ha? Bitta narsa ko'rsataymi senga? Formani qara, formani. Arnold Schwarzeneggermisiz? Qanday bunday bo'lgan? Buni siri oddiy.
Zafaron mahsulotlari. Men mana shu Zafaron mahsulotini ichganimdan keyin biron joyim og'rigani yo'q. Erkaklik quvvatim hamcha moshin turibdi. Qon boshim ham joyida, tahrirlarim joyida. Lubboy kasallikka davo bo'ladi. Buni o'zing ham ichsang bo'ladi. Ota-onangga olib borib bersang, ichib yosharib, sana duo qilib yurishadi. Mana 97 yoshimda formani qara. Buni qayerdan olsam bo'ladi? Buni o'zi magazinlaridan olsang bo'ladi. Zakaz qilsang uyinggacha dostavka ham qilib beradi. Buni-chi chet elliklar oltinga tenglashtirishadi. Nima? Hech sog'ayib yur. Qachongacha yurasan bo'ynim og'ridi, ko'tam og'ridi qilib.